endi men hozir davraga qarayapman. Shu davrada juda ko'p insonlar o'tiribdi. Abdumal Boyqo'ziyev degan mashhur o'zbek shoirlarimiz o'tiribdilar. Buxorodan ikkita shoir yozuvchi kelgan Botir Kamolov degan mana birinchi qatorda o'tiribdilar. Katta bir dramaturg yozuvchi. Uni orqalarida Rajab Otaturk taxallusini ijod qilayotgan Rajab Ulug'ov taniqli yozuvchi. Yana bir qiziq holat, biz G'ubur degan qishloqda, Bulung'ur tumanidagi G'ubur degan qishloqda katta bo'lsak, mana birinchi qatorda ikkita Bulung'urdan kelgan ikkita sinfdoshlar o'tiribdilar. Birinchisi Bulung'urda birga o'qigan Jomon aka degan inson. Uni yonlarida Alloh aka degan o'sha G'ubur qishlog'ida birga katta bo'lib, hozir ham o'sha yerda yashayotgan bir inson, shu joylardan kelishgan. Uni yonlarida Tursun va Rahmon degan bir yozuvchi o'tiribdilar. Agar shu kishi bir tursa, bir qarsak chalsak, bu uchun meselerin bu odam hozir to'xtab ikki yoqda. Buni yonida Bulung'urdan yana ikkita do'stimiz kelgan, Bulung'ur tuman gazetasining va mana shu joyda juda ko'p yaqinlarda ko'ryapman. Sharof akam hayotligida biror marta yubiley qilmagan. Tantana qilmaganlar o'zimiz bo'layapmiz. Nima uchun qilmaysiz deb so'raganlarimizda, endi bilaman ko'p odam meni hurmat qiladi, lekin ularni orasida meni yoqtirmaydiganlar ham bo'lishi mumkin-ku. Kimdadir ozgina bir haligi soxtalikni ko'rsam men ko'tara olmayman deb turibman. Qilmaganlar shosho. Bitta qimirlib qilishga harakat ko'rganman, 65 yoshga to'lganlarida o'zi aktyor keldi. Bir adib uchrashib qilaylik. Hamma aktyorlar sizni asarlarda o'ynagan bo'ladi. Va sahna ko'rinishlari qilaylik. Sizni o'zingiz qo'shiqlar bilan o'ynab bersangiz, qo'shiqlar bilan o'z o'ynab bersangizda alomat bo'lishlari dialog yarating. Bu Sharof Boshbekovning o'zi kim? Uni hayoti, taqdiri qanaqa? Mana shu savolga bir yaxshilab javob qilsangiz, o'zingiz o'ynasangiz boshqa narsa bo'ladi deganda chehrasi yorishib, bir xursand bo'ldilar. O'ylab ko'rayapti. Bir haftadan kelib, qani ssenariy tayyor bo'lyapti desam, deb qo'ydi. Bilmadim men bu odamlarda haligi ortiqcha ko'rintirish, tashkil qo'yish degan narsalar, shu qadar kamtar inson edilarki, bahosiga buni odamni uchratishdi. Shuning uchun bugun birinchi marta mana shu zalda Sharof Boshbekovni eslab alohida bir tadbir bo'lyapti. Mana shu tadbirda tashkil qilgan O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasiga, butun mana shu Yozuvchilar uyushmasining faollari, olimlari Muhammadjon akamiz o'tiribdilar, juda faollik bilan ish qildilar. Shularga chin dildan rahmat aytamiz. Mana bu kelganlarga sabr bilan kelib, vaqtlarini ayirmasdan mana shu davraga kelib, shu eshitib o'tirganlar hammalaringizga ta'zim qilamiz. Katta rahmat aytamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, martabalaring baland bo'lsin hammalaringizga. Bitta gap bilan tugataman so'zlarimni. Televideniyada ko'rsatib bo'lyapti. Sahna shou degan ko'rsatuv nazarimda. Shunda yoshlar teatrda va kinoda ko'rinishlarini beryapti, musobaqa o'ynayapti. Sharof akam ham juri a'zosi, hayot a'zosi. Isamxo'jayev bo'ldi, hozir o'sha sog'liq yaxshilashib ketdilar. Shunda Temir xotindan ham parcha ko'rsatganda, endi asar qo'yilganiga o'shanda 30 yildan oshgan paytda, hozir 30 yil deb qo'yilgan. 30 yildan keyin yoshlar shuni ko'rayotganligini ko'rib, Sharof aka chin dildan yurakdan xursand bo'ldilar. Bitta gap aytdilar. Unutmaganlaringiz rahmat. Degan gap aytdilar. Mana shu minbarda ham Sharof Boshbekovni unutmaganlaringiz rahmat deymiz.